O'rtoqlar, hammaga salom. Mana yana Olot tumanidan gapiramiz dedik, shunaqa mana prezidentimizning katta suratlari, prezidentimiz hamma joyda Xudoga shukr rasmlari, mana siyosatlari, islohotlari hammaga ma'lum. Tepadan qanday topshiriqlar berib, qanaqa siyosatlar olib borayotgani hammaga ma'lum. Sir emas. Bu yurtda inson qadri ulug'lanadi. Bu yurtda kambag'alchilik qisqartiriladi deb mana bunaqa inson ijtimoiy xizmatlar markazi ham ochib qo'yilgan mana. Hozir shu markaz bilan bir savol javobim bor, shuning uchun efir qo'shib keldim. Sababi shu yil, joriy yil mart oyida bola puli deydi, nafaqa puli deydi. Shunga hujjat topshirganmiz nafaqa puli olish uchun. Yaxshimisiz, hormi? Ammo mart oyida topshirgan bola pulidan aprel oyida nafaqa puli chiqdi, chunki bizni boquvchisini yo'qotgan oilamiz, 3 nafar farzand bor, ishsizlik. Mana inson ijtimoiy xizmatlar markazi. Mana inson qadri ulug'langan yurt deb yaqinda bir she'r yozsammi deb turibman. Haligi bola puli aprelda chiqdi. O'zi 250 ming bola puli. Lekin mana bu Eldor Qobilov, mana keling bu yoqqa, siz bilan men internet orqali gaplashmoqchiman. Mana shu markazi boshlig'i. Keling, sizga beradigan savollarim bor aka. Mana. Nima gap opa? Menga qarang qani. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatligingiz yaxshimi? Nima uchun bu inson qadri ulug'langan yurtda inson qadri yo'q? Shunga bir javob bering qani. Meni oilaviy ahvolimni bilasiz. Hop. Siz bilan bir xoli joyda gaplashaylik. Xoli joyda gaplashaylik. Men kechadan buyon jig'ibiyron bo'lib turibman. Nimaga jig'ibiyron bo'lasiz? Sababi Hop. mart oyida bola puliga, nafaqa puliga nima topshirganmiz? Mana prezidentimiz suratlari hamma joyda bor. Lekin bola pulimiz aprel oyida chiqqan. Lekin mayga o'tib nima uchundir hech qanday ogohlantirishsiz yoki hech qanday bir sababsiz, asossiz bu to'xtatib qo'yilgan bu. Biron joyda ish bilan ta'minlamasalaringiz, o'ldingmi, qoldingmi deb bormasalaringiz, beriladigan 250 ming nafaqani ham uni qora qon etib chiqqandan keyin bir oyda to'xtatib qo'ysalaringiz, nima qilishlarimiz kerak? Biz nima qilishimiz kerak? Nima qilishimiz kerak? Sabab nima bo'ldi? Meni bola pulim to'xtab qo'yilgan. Hozir ayni paytda ahvolim og'ir meni. Gapiring. Opa, siz ishlayib turibsiz-ku? Qayerda ishlab turibman? Bog'cha. Uka, nima uchun asossiz gapirasiz? Ukammi siz endi, akammi siz, nima uchun asossiz gapirasiz? 3 oylik shartnoma bilan, 3 oylik shartnoma bilan ishlaganman. 3 oylik shartnoma bilan ishlaganman. Uni ham aprelda to'liq ishlab bilmadim. Aprelda ham Qulva Gulshod opam bola pulini nima desab to'xtatiladi, ko'ring qani. aprelda ham bir 10 kunlikmi nima ishladim. Aprelda tugagan ish haqida gapirib o'tiribsiz siz. Undan buyon mana aprel o'tdi, may o'tdi, mana Mayda bizar. ha, mana may o'tdi hisobi, mana bugun 28 уже oy oxiri bu. Ishlayotganingizni bilaytimda, mana ishlayotganingiz bog'cha ishlayotganingizni bilaytim. Ishlayotganimni bilgan bo'lsangiz, bola puli birinchi chiqmasligi kerak-ku. Aprelda bola puli chiqyapti, mayga o'tib to'xtatilyapti. Ko'ring, siz ana u dadaxon deganingiz kecha bazada ishli ko'rindi, nima ko'rindi dedi. Bazani sizlar boshqarasizlarmi yo baza sizlar boshqarasiz? Yo'q, baza u inson omilisiz. Ha, inson omilisiz bo'lsa, birinchi ko'rinmagan ish haqilar ikkinchi oya o'tib ko'rinadi. Bola puli chiqqan payti ko'rinmagan bo'ladi. Nima? Rasyutni oldingizmi? Nimani? Ish haqingizni, rasyutni oldingizmi? Ko'proq pul tushdimi? Hozir ko'ramiz. Men bilmayman, bola puli chiqqan yo'q menga dedim. Kecha telefon qildim. Mana hozir ahvolim og'ir dedim. Hammamiz ishsiz qolib ketganmiz dedim. Mana u diplomimiz ashta qilib o'tibdi Toshkentdagi, juda ko'p xarajat ketib o'tiribdi dedim. Bunisi praktikada sudda mana. Praktika qatnab o'tiraman dedim. Bu ham endi birinchi kursni bitirsa ham praktika e'lon qilibdilar. Men o'zim ishsizman dedim. Mana bir oy o'qishga qatnadik, yaqinda yakunladik mayda. Qani bu bola puli nima to'xtatib qo'yding desam? Bu Nargiza Negmatova, bu tuman hokimi Nargiza Negmatova. Cho'tiz boshqaruv qo'ldan berdingizmi, bilmayman.
Men noroziman bunaqa yurtda yashab o'tiranimdan. Yashashga imkon qo'ymadilar. Ne ish bilan ta'minlaydi bular? Ne bir ana bola pulini davlating beradigan yordam pulisini beradi bular. Yashash imkoniyati yo'q, inson qadri ulug'lanadigan yurtda insonning sariq chaqachalik qadri yo'q. Ana bu prezidentimizning siyosatining nimasi? Oqibati. Buni kerak qilmaydiganimizni beraveradigan bo'ldi. Bular oylik oladi mana bu yerda ishlab. Oilalardan xabar olyapmiz. Qaysing bording, ishing bormi, ishlimisan, ishsizmisan deb. O o'ldingmi, qoldingmi deb. Prezident bularni yo'qoting, bunaqa xodimlaringiz, bular xalq bilan ishlagan yo'q, bular oylik olyotibdi budjetdan. Ana prezidentning rasmi ham divan ustida hurmatsizlarcha to'xtagan tani. Endi olib keldik, ostayotibmiz. Yolg'on gapirmang siz, qo'ying. Opa, siz ko'rmasan, bunaqa gapirmang-da. Tuhmat uchun ham javobgarlik bor. Tuhmat uchun javobgarlik bor, o'va. Tuhmat sizlar javobgarlikka tortirishdan boshqa narsani ham bilasizlarmi? Odamlarni yordam qilish bilmaysizlarmi? Siz tortiring javobgarlikka, tortiring. Kamimiz shu. Tortiring javobgarlikka, kamimiz shu bo'lib o'tiribdi o'zi. Qamating ham olib borib. Hey, o'rgildim sizlardan. Ana bo'lmasa, ana holat. Mana bular doimiy bu davlatdan norozi deydi. Bu ana shunaqa provokatsiyachi deydi. Lekin o'zlarini kamchiliklarni o'zlari ko'rmaydi. O'zlari ana shuni majbur qiladi odamni. Ko'rsin, ba'zida meni ish haqlarim ko'rinmish. Nima uchun birinchi ko'rinmagan hujjat topshirgan paytim u? Ba'zida ko'rinmagan, nima uchun keyingi oy o'tib ko'rinan? Noto'g'ri chiqargan bo'lsa, Arzani qachon bergansiz? mart oyida arza berdim. Ishlaysiz unda, to'g'rimi? Martda ishlaydik, to'g'ri, mart oyida ishlaydik. Aprel o'tib meni ishim to'xtadi uka. So'ng apreldan bola puli chiqdi. Bir oygina 250 ming bola puli tushdi. Hech kim ishlamaydi. Aprel o'tib men ham, uydagilar ham birontasi ishlamaydi. O, fevral oylarida o'g'lim ishladimi bir nimada, quyosh Nima? Yana endi bola puli bu maya o'tib kesib qo'yilgan. Bu mumkinmi kanim? Hurmatli ijtimoiy himoya milliy agentligi rahbari. Bacha pul nima to'xtatdi? Jo'rabiga kirsin, u usulda tarjimon bilan gaplashishni qanday demoqchi? Bu bir chiqarilgandan keyin 1 yil berilishi kerakdi. Bilmayman, men mashina olmagan. Gaplashib o'tirman, gapirmani eshitdim. Ha, men bu yoqda gap, siz gaplashing, nimani gaplashaman. Bu mashina olmagan bo'lsam men. Bu men bir uylar yo bir daromadli ishga kirmagan bo'lsam, jarqildadi 10 million oylik oladigan. Mana biron bir moliyaviy jihatdan o'zgarish bo'lmagan bo'lsa menda. Ana, bular nima uchun sababsiz to'xtatib qo'ydi bola pulini? Nimaga mart oyida chiqqan bo'lsa, oylik berish nimada tortildi? Ya, mart oyida chiqdi-ku. Bacha pul qachon chiqqan? Aprelda chiqdi bacha puli. Mart oyida hujjat topshirdi. Ular bilan gaplashgan sudda tarjimon bilan nima demoqchilar? Bir oy bacha pul chiqdimi? 2 oydimi bacha pul? 1 oy aprelda chiqdi. Mana may o'tib to'xtatilibdi. Aprelda chiqdi, mayda to'xtatildi. Hozir bitta bachangiz voyaga yetmagan-a? Ha, bittasi yosh kenja maktabdagi qizchama chiqishi kerak. Lekin shuni ham 1 oy berib keyingi oy mani biron moliyaviy jihatdan o'zgarish qilganim yo'q. Biron bir daromadli ishga kirib olganim yo'q. Mashina olganim yo'q. Nima sabab bo'ldim bola pulini to'xtatib qo'yishga? Qayta o'rganish bilan avtomatik qayta o'rganish bilan daromad yuqori chiqadi. Ha, daromad ko'rdami? Daromad ko'rdami? Hurmatli prezident.
Bizga o'xshaganlar daromadi yaxshi bo'lsa, kimi daromadi yomon bu davlatda? Bizdan ahvoli battar bormikan mana shu yurtda, mana shu davlatda? Bizdan ahvoli og'ir. Mana 3 bola, 2-3 ta kontrakt, ishsizlik, yana qanaqa ahvol og'ir bo'lishi mumkin bu davlatda? Qanaqa qonun bu, qanaqa tuzum, qanaqa siyosat bu davlat? Mana norozilik qayerdan kelib chiqadi? Men umuman rozi emasman bu. Binoda hujjat topshirasizmi? Men topshirmayman hujjat. Topshirmayman hech qanaqa hujjat. Mana bularning ahvoli mana. Bir beradigani bola puli ijtimoiy himoya reyestri bo'yicha uni ham mana bunday qora qon etadilar. Bu davlatda nima yo'q? Siyosat yo'q bu davlatda. Bu qanaqa tuzum bu? Qanaqa nima bu? Siyosat bu, qanaqa davlat bu degan bir savol tug'iladi mana. Mana shunday katta bir nima? Agentlik deydimi buni? Inson ijtimoiy xizmatlar agentligi markazi. Bu markazmi, bu tashkilotmi, idorami, bu agentlikmi bilmayman nimaligini. Lekin bu bizdan ahvoli og'ir shu tumanda yana kim bor bo'lishi mumkin? Kim bor bo'lishi mumkin? Masalan, turmush o'rtog'i vafot etib, 3 bolasini yolg'iz boqib, ishsizlik bilan qiynalib, kontrakt to'lab yurgandan og'ir yana kimning ahvoli og'ir bo'lishi mumkin? Boylar nima olyapti? Nafaqa pul olyapti. Mana burjoqda boylar olyapti. Ularga to'xtatilmaydi. Ular daromad hisoblanmaydi. Ularda daromad yo'q chunki. Ular boy shunchaki. Uylari dang'ildama, oyog'on tagida mashinlar bor. Ularga bola puli chiqyapti, nafaqa puli. Bizni bola pullarimiz qirqilib turibdi mana. Bu hurmatli prezident. Mana biz ahvolimiz mana shu. Bularga bir chora ko'radigan odam bormi, yo'qmi? Bular o'yinlardan charchadik. Bular ana qiladigan har xil mana unaqa nimalardan charchadik. Bu siyosat deydimi, nima deydi bular? Agitatsiya deydimi, nima deydi bular? Bu hammasidan charchadik. Bular bir so'ranglar. Tepadagilar, o davlatni tepasidagilar. Ana shu Eldor Qobilov she'rining boshlig'i. Ana ahvol. Bular so'raydigan odam yo'q. O'z bilgan ishini qilib yuribdi mana bular. Bu tumanda prokuratura ham ishlamaydi. Bu tumanda hokimiyat tizimi umuman 0 darajada. Bo'lmasa so'rasa bo'lmaydimi, bir aytsa bo'lmaydimi? Bular o'zlari ba'zani boshqaradi, ba'zani bahona qilyapti. Ba'zi seni boshqaradimi yo sen ba'zani boshqarasanmi deydigan odam yo'q, bir ahmoq yo'q shunaqa. Mana inson qadri ulug'langan yurt deb yaqinda bir she'r yozsam kerak. Maqola yozsam unchalik ta'sirli chiqmaydi. Men she'r yozaman nasib bo'lsa. Mana ko'ringlar hurmatli tomoshabinlar. Mana shunday ahvol bu Olot tumanida. Hamma joy qimmatchilik. Ko'rsin xalqaro tashkilotlar bu O'zbekistonda nimalar bo'layotganini. Men buni agitatsiya, provokatsiya uchun emas. Ko'rsin Olot tumani qanday gullab yashnayapti. Ijtimoiy himoya reyestri qanday ishlayapti. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar qanday kun ko'ryapti. Nima muammolarga duch kelyapti. Qanaqa haqiqatlar bor. Qanaqa nohaqliklar bor. Hammasini ko'rsin, butun dunyo ko'rsin bu biz O'zbekistonning siyosatini. Ey Xudo, ana endi to'xtatib qo'ydik dedi. Yana iyuldan yana dedi nima topshirasiz dedi. Unda iyul ham o'tadi, iyun ham o'tadimi, nimalar bilmayman. Yana qayta hujjat topshirasiz dedi. Bu qonun bo'yicha to'g'rimikan bu? Qonun bo'yicha. Qonun bo'yicha bir bola puli tayinlangandan keyin uni to'xtatib qo'yish mumkinmikan? Mana hokimiyat tizimi mana. Shu yerda hokimiyatda mana ayol kishi boshqaradi, Nargiza Negmatova. Ehtimol buni so'zi o'tmaydi. Siyosati bo'sh qo'ydi. Bundan oldin Sherali Salomov degan bir hokimimiz bordi. Har holda urong'ich, so'kong'ich bo'lsa ham juda qattiq siyosat olib borardi u kishi. Tutum juda zo'r edi. Hamma yoq saranjom sarishta edi. Mana bu ayol kishini bular nima qilmayapti ayol kishiga? Mensimasdan boshqartirmayapti bular. Hurmatli prezident, men noroziman bunday davlatda yashab turganimdan. Qanday siyosatlar o'tizimi qanday yaratgansizlar, qanaqa narsalar hisob kitob, nima hisobini olgansizlar? Men bilmayman lekin. Hamma salomat bo'lsin.